Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz idish usuli yordamida eritmalarga oid masalalarni qanday yechish mumkinligini o'rganamiz. Idish usuli bu eritmalarni ko'rgazmali tarzda tasavvur qilish va ayniqsa massa ulushi, foiz konsentratsiya, eritmalar tayyorlash mavzularini ancha oson tushunishga yordam beradigan usul hisoblanadi. Dars davomida biz bir necha amaliy masalalarni idishlar yordamida tahlil qilamiz va bu metodning qulay tomonlarini ko'rib chiqamiz. Eritma bu bir jinsli aralashma bo'lib, u erigan modda, erituvchi va ularning o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan mahsulotdan iborat. Masalan, tuzli suvda tuz erigan modda, suv esa erituvchi hisoblanadi. Massa ulushi bu erigan moddaning eritma massasiga nisbati bo'lib, omega harfi bilan belgilanadi. Massa ulushi odatda birdan kichik son ko'rinishda ifodalanadi. Massa ulushi yordamida eritmadagi moddaning nisbati aniq hisoblanadi. Bu masalalarni formula usulida to'g'ri yechish uchun asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Foiz konsentratsiya bu erigan moddaning eritma massasiga nisbati bo'lib, foizlarda ifodalanadi. Foiz konsentratsiya yordamida biz eritmani aralashtirish, suyultirish yoki bug'latishdagi o'zgarishlarni aniqlay olamiz. Amaliy kimyo darslarida eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatkich hisoblanadi. Idish usuli bu eritmalar bilan ishlashda, ayniqsa massa ulushi va foiz konsentratsiyasi masalalarini yechishda qo'llaniladigan ko'rgazmali grafik metod. Ushbu metod orqali o'quvchi modda, erituvchi massalarini idish ichida alohida ko'rsatadi. Idishda quyidagi 3 ta asosiy qiymat bo'ladi: erigan modda massasi, eritma massasi va massa ulush. Bu usul o'quvchilarga formulalardan osonroq foydalanishga va murakkab masalalarni oddiy tarzda tushunishga yordam beradi. Quyida eritmalar mavzusiga doir bir necha masalalar berilgan. Birinchi masala: 400 gram tuz eritmasiga 300 ml suv qo'shiladi. Natijada 5% lik eritma hosil bo'ladi. Bizdan so'ralyapti, dastlabki eritmaning konsentratsiyasi necha foiz bo'lgan? Bunda idish usulidan foydalanamiz. 400 gram eritmaning foizi noma'lum, uni x deb belgilaymiz. 400 gram eritmada 300 gram suv qo'shildi. Natijada eritmaning umumiy massasi 700 gramga teng bo'ladi. Yangi eritmadagi erigan modda massasini 400x, eritmaning foizi esa 5%, ya'ni massa ulushda 0,5 ga teng. Formulaga qo'yamiz. Natija 0,10 875 ga teng bo'ldi. Ya'ni massa ulushda 0,10 875 foiz konsentratsiyada 8,75% ga teng deganidir. Demak, dastlabki eritma foizi 8,75% bo'lgan. Ikkinchi masala: 800 gram tuz eritmasidan 200 gram suv bug'latiladi. Natijada 80% li eritma hosil bo'ladi. Bizdan so'ralmoqda, dastlabki va keyingi eritmadagi suv massalari qanday nisbatda? Dastlabki eritmada tuz foizi noma'lum, x deb olamiz. Eritma massasi 800 gram, erigan modda massasi 800x bo'ladi. Bug'latilgandan keyin suv 200 gramga kamayadi. Yangi eritma massasi 600 gramga teng. Konsentratsiya esa 80%, massa ulushda 0,8 ga teng. Eritma massasini va massa ulushni ko'paytirganimizda 480 gram chiqadi. Bu modda o'zgarmagan, demak boshlanishda ham 480 gram edi. Hisoblaymiz. Dastlabki eritma massasi 800 gram edi. 480 gram erigan modda massasini ayirganimizda 320 gram suv kelib chiqadi.
Demak, dastlab 320 gram suv bor bo'lgan, undan 200 gram suv bug'latilgandan keyin 120 gram suv qolgan. Dastlabki va keyingi suv nisbati 320 ga 120. Qisqartirganimizda 32 ga 12 bo'ladi. 3-masala. 20% eritmada tuzning massasi 2 marta, suvning massasi esa 4 martaga kamaytirildi. Yangi eritmaning foiz konsentratsiyasini topish kerak. Boshlanishida eritmani 100 gram deb olamiz. Natijada tuz 20 gram, suv 80 gramga teng bo'ladi. Tuzning massasi 2 martaga kamaytirilgani uchun 10 gram, suvning massasi 4 martaga kamaytirilgani uchun 20 gramga aylanadi. Yangi konsentratsiyani topish uchun eritma massasini topamiz. 30 gramga teng bo'ladi va foiz konsentratsiyasi formulasiga qo'yganimizda natija 33,3% ni tashkil etadi. 4-masala. 300 gram suvda bir noma'lum foizli 200 gram natriy gidroksid eritmasi. Ikkinchisi 200 gram 20% natriy gidroksid eritmasi qo'shiladi. Yangi eritmaning foizi 20% bo'ladi. Noma'lum foizni topish kerak. Hisoblash uchun birinchi eritmadagi modda 200x, ikkinchi eritmadagi erigan modda 40 gramga teng bo'ladi. Umumiy eritma massasi 700 gramga teng. Umumiy erigan modda massasi esa 200x plus 40 ga teng. Foiz formulasiga qo'yganimizda natija 50% ni ko'rsatdi. Demak, noma'lum eritmaning konsentratsiyasi 50% bo'lgan. 5-masala. 50 gram galit suvda eritiladi. So'ngra eritmada o'ziga teng massa, ya'ni eritma massasiga teng suv qo'shiladi. Yangi eritma 12,5% ni tashkil etadi. Suv miqdorini x deb olamiz. Dastlabki eritma massasi 50 plus x ga teng. So'ng yana shuncha suv qo'shiladi. Yakuniy massa 100 plus 2x ga teng bo'ladi. Foiz konsentratsiya formulasiga natijalarni qo'yganimizda tenglama yechilganda suvning miqdori 150 gramga teng bo'ladi. Demak, galit 150 gram suvda eritilgan bo'lgan. 6-masala. Ma'lum miqdor kaustik soda o'z massasidan 4 barobar ko'p suvda eritiladi. So'ng eritmadan 25 gram suv bug'latiladi. Yakuniy eritma foiz konsentratsiyasi 25 ga teng. Dastlabki kaustik soda massasini topish kerak. Kaustik soda massasini x, suvni 4x, umumiy eritma massasini 5x deb olamiz. 25 gram suv bug'latilgach, eritma massasi 5x minus 25 ga teng bo'ladi. Foiz konsentratsiyasiga qo'yamiz va tenglamani yechamiz. Natijada x 25 gramga teng bo'ladi. Demak, dastlabki kaustik soda miqdori 25 gram bo'lgan. 7-masala. 104,5 gram 35,89% natriy yodid eritmasiga 465 gram natriy yodid 2 molekula suv kristallli gidrati qo'shildi. Yangi eritmaning konsentratsiyasini topish so'ralyapti. 104,5 gram eritmada natriy yodid miqdori 37,5 gramni, kristallli gidratdagi natriy yodid miqdori 375 gramni tashkil etadi. Natijada umumiy natriy yodid massasi 412,5 gram hisoblanadi. Yangi eritma massasi esa 569,5 gramni tashkil etadi. Foiz konsentratsiya formulasiga qo'yganimizda natija 72,4% ni ko'rsatdi. Demak, hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasi 72,4% bo'lgan. Mustaqil yechish uchun bir necha masalalar berilgan.
Ularda siz eritma konsentratsiyasini oshirish, suv yoki modda qo'shish yoki bug'latish orqali o'zgarishlarni hisoblab chiqishingiz kerak bo'ladi. Har bir masalada siz o'zingiz massalarni ifodalang, tenglamani tuzing va foiz yoki massa ulushni toping. Idish usulidan foydalangan holda bu masalalarni oson yecha olasiz.